Payg'ambarimiz aytibdilar, Robbisini zikr qiladigan, eslaydigan kimsa bilan Robbisini zikr qilmaydigan, eslamaydigan kimsaning misoli tirik bilan o'likning misoli kabidir. Payg'ambarimiz aytibdilar, Allohni zikr qilmadimi, bu odam o'lik. Abu Muso roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh aytadilar, "Masalul baytillazi yuzkarullohu fihi val baytullazi la yuzkarullohu fihi masalul hayy val mayyiti." Unda Allohni zikri qilinadigan uy bilan unda Allohni zikri qilinmaydigan uyning misoli tirik va o'likning misoli kabidir. Allohni zikr qilgan odam tirik, Allohni zikr qilmagan odam o'lik deyildi birinchi hadisda. Ikkinchi hadisda uylar haqida gap ketyapti. Bir uy bor, unda Alloh zikr qilinadi. Bu tirik uy. Ikkinchi uy, unda Alloh zikr qilinmaydi, o'lik uy.